Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat tezkor xabar. Politsiya Sankt-Peterburgda yirik reyd o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Tekshiruvlar Krasniy Tekstilchik ko'chasidagi migratsiya xizmatlari ko'rsatiladigan idoralarda va shahar qurilish obyektlarida o'tkazildi. Politsiya 5000 ga yaqin xorijlikni tekshirgan. 200 dan ortiq odam politsiya bo'linmalariga olib ketildi. Ulardan qariyb 30 nafari migratsiya qonunchiligini buzgani uchun Rossiyadan chiqib ketish zarurligi to'g'risidagi hujjat olgan. Reydda yo'l harakati politsiyasi ham ishtirok etdi. Ular 160 ga yaqin avtomashinani to'xtatib, 20 ga yaqin yo'l harakati qoidalarini buzish holatlarini aniqlagan. Politsiya bunday reydlar yana davom etishini ma'lum qilgan. Tekshiruvlar davomida Pushkin tumanida yana 5 nafar muhojir qo'lga olingan. Avvalroq 1-iyuldan boshlab Sankt-Peterburgda migrantlarga taksi haydovchisi va yetkazib berish xizmatida ishlash taqiqlanishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Leningrad viloyatida 1-iyun kuni o'zbekistonlik quruvchining boshiga sement to'ldirgan chelak tashlab yuborildi. O'zbekiston fuqarosi olgan jarohati sababli vafot etdi. Bu haqda 78.ru xabar berdi. Migratsiya agentligi Leningrad viloyatida o'zbekistonlik bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisa haqida ma'lumot berdi. Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi mazkur holat yuzasidan tegishli rasmiy idoralar bilan hamkorlikda tezkor aniqlashtirish ishlari amalga oshirdi. Ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 216-moddasi 2-qismi moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda voqeaning barcha jihatlarini aniqlash, javobgar shaxslarni aniqlash va mehnat xavfsizligi talablariga rioya etilganligi yoki etilmaganligini tekshirish ishlari davom etmoqda. Shu bilan birga 3-iyun kuni marhumning jasadi ish beruvchi tashkilot hisobidan O'zbekistonga yuborilgan. Diplomatik vakolatxonalar ushbu holatni doimiy nazoratga olgan va fuqarolarning huquq hamda qonuniy himoya qilish yuzasidan tegishli choralarni ko'rmoqda. Qonunchilik faoliyati bo'yicha hukumat komissiyasi Rossiya Federatsiyasiga kvota bo'yicha kelgan mehnat muhojirlarini rus tili imtihondan ozod qiluvchi tuzatishlarni ma'qulladi, deb xabar bergan TASS. Xorijiy fuqarolar huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunning 15-18 moddasiga o'zgartirishlar kiritish loyihasi Ta'lim va fan vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Hujjat hukumat tomonidan belgilangan kvota doirasida ishlash uchun ruxsatnoma olgan migrantlarni imtihon topshirishdan ozod qiladi. Rus tili imtihondan tashqari ularning tarix va Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha bilimlari ham tekshirilmaydi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, hukumat mehnat muhojirlari uchun 2025-yilda 234.958 ta ruxsatnoma kvotasi belgilangan. 2014-yildan boshlab ishlash uchun ruxsatnoma, patent, yashash uchun ruxsatnoma, VNJ va Rossiya fuqaroligini olishni istagan chet elliklar rus tili qonunchiligi asoslari va mamlakat tarixidan imtihon topshirishlari shart. Shu yilning aprel oyidan Rossiyada ham migrant bolalarni maktabga qabul qilishning yangi qoidalari kuchga kirdi. Endi ular rus tilidan imtihon topshirishlari kerak. Aks holda maktabga qabul qilinmaydi. 14-may Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin ushbu imtihonning birinchi natijalarini sarhisob qildi. Unga ko'ra, test sinovlariga yoziladigan 1762 nafar bolaning 81% hujjatlarini qabul qilish rad etilgan. Imtihonga jami 335 nafar ishtirokchi qabul qilingan bo'lib, ulardan atigi 44 nafari imtihon topshirish uchun kelgan va faqat 27 nafari topshiriqni bajargan. Centrum Air Namangandan Novosibirskga muntazam reyslarni yo'lga qo'yadi. Parvozlar 23-iyundan boshlab haftaning dushanba va payshanba kunlari amalga oshiriladi. Hozirda Centrum Air Toshkentdan Moskva va Qozonga, Samarqanddan esa Vladivostokka parvozlarni amalga oshirmoqda. LDPR Moskvada migrantlar uchun patent narxini 15.000 rublgacha oshirishni taklif qilmoqda. Hozir migrantlar va ularning oilasi farzandlari OMS polisini olganlardan tashqari, bizning fuqarolar bilan bir qatorda shoshilinch tibbiy yordam, bog'cha, maktablardan foydalanyapti. Adolatlimi? Yo'q. Moskvada 2024-yilda 563 mingdan ziyod migrant ishlagan. Patent narxini hech bo'lmaganda 15.000 rublgacha oshirsak, byudjetga qo'shimcha bir necha milliard olamiz. Bu pullarni masalan bolalar maydonchalarini yangilashga sarflash mumkin, deydi partiya deputati Voropayev.
Ma'lumot uchun hozirgi paytda Moskvada patent to'lovi 8900 rublni tashkil etmoqda. Krasnodar politsiyasi Rossiya gvardiyasi Omon va Sobor mintaqaviy boshqarmasining ko'magida o'lka markazidagi qurilish maydonchalarini reyd o'tkazdi. Ikkita qurilish obyektida 100 dan ortiq xorijlik ishchi tekshirildi. Tekshiruv davomida Tojikiston O'zbekistonning 14 nafar fuqarosi ruxsatnomasiz ishlaganligi aniqlangan. Endi noqonuniy migrantlar ma'muriy jarima to'lashi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ular tez orada mamlakatdan chiqarib yuboriladi, deb xabar qildi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Krasnodar o'lkasi bo'yicha bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Kuban 24 internet portalida yozilishicha, yil boshidan beri Krasnodar o'lkasidan 400 dan ortiq noqonuniy migrantlar deportatsiya qilingan. Yanvardan aprelgacha Kuban sud ijrochisi Rossiyadan 414 nafar noqonuniy muhojirni deportatsiya qildi. Yana 472 nafar vaqtinchalik hibs joylariga joylashtirilgan. Muhojirlarning asosiy qismi Krasnodar o'lkasiga Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari hamda qo'shni davlatlardan kelgani aniqlangan. Ulardan tashqari Kuba, Nigeriya, Xitoy va Afg'oniston fuqarolari ham mamlakatdan chiqarib yuborilgan. O'zbekiston Airways Sankt-Peterburgga reyslar sonini oshiradi. 15-iyundan boshlab har yakshanba kuni Rossiyaning shimoliy poytaxtiga qo'shimcha parvozlar amalga oshiriladi. Reyslar jadvali: Toshkentdan jo'nab ketish 18:40, Sankt-Peterburgga yetib borish 21:50, Sankt-Peterburgdan jo'nab ketish 23:20, Toshkentga yetib kelish ertalabki vaqt 06:10. Xanti-Mansiyskda o'zbekistonliklarni ishga jalb qilishga talab ortmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Bu haqda O'zbekiston Bosh konsulxonasi Xanti-Mansiysk avtonom okrugi Mehnat va bandlik departamenti direktori o'rinbosari Aleksey Mokrinskiyning onlayn muloqotida ma'lum bo'ldi. Mokrinskiyning aytishiga ko'ra, Xanti-Mansiyskning yirik neft va gaz korxonalari va boshqa sohalarda jami 20 mingdan ziyod bo'sh ish o'rinlari mavjud. Bugungi kunda ushbu hududda O'zbekiston fuqarolari patent rasmiylashtirgan holda ishlamoqda. Ish beruvchilar orasida o'zbekistonliklarni ishga jalb qilish bo'yicha talab tobora ortib bormoqda. Rossiyada migrantlar uchun kuryerlik faoliyatini majburiy litsenziyalashni joriy etish taklif qilindi. Tashabbus muallifi Adolatli Rossiya yetakchisi Sergey Mironov: Bu bizga Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari fuqarolari orasida, ayniqsa mashhur bo'lgan eng yopiq hududlardan birida tartib o'rnatish imkonini beradi, dedi deputat RIA Novosti agentligiga. Moskva va Moskva viloyatida registratsiya mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaga vizasiz tartibda kirib kelish huquqiga ega bo'lgan xorijiy davlat fuqarolarini ro'yxatga olish mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Unda migrantlar o'z biometrik ma'lumotlari, fotosurat va hamda haqiqiy yashash manzilini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Xorijliklarning mobil qurilmalari geolokasiyasi monitoring qilinadi. Turar joy o'zgarganda Ichki ishlar boshqarmasini 3 ish kun ichida mobil ilova orqali xabardor qilish kerak bo'ladi. Ichki ishlar boshqarmasi turar joy haqidagi ma'lumotlarni 3 ish kuni davomida olmasa, mobil qurilma geolokasiyasi aniqlanmasa, xorijliklar nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi va Rossiyadan chiqarib yuborilishi mumkin. Mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tganda odatiy qog'oz registratsiya kerak bo'lmaydi. Agar yangi tartib Moskvada samarali natija bersa, boshqa hududlarda ham qo'llanila boshlaydi. 2024-yilda migrantlar uchun rus tili bilish haqidagi 9 mingdan ortiq sertifikat bekor qilindi. Bu haqda Rosobnadzor rahbari Anzor Muzayev Sankt-Peterburg xalqaro yuridik forumi sessiyasida ma'lum qildi. Bundan tashqari, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng bunday huquqbuzarliklar soni 3 barobar kamaydi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aniqlangan huquqbuzarliklar soni qariyb 3 barobarga kamaydi. Gap bekor qilingan guvohnomalar haqida bormoqda va asosan bularning barchasi o'zgartirishlar kiritilgunga qadar amalda bo'lgan eski berilgan hujjatlar, degan u. Muzayevning eslatishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 203 ta huquqiy imtihon o'tkaziladigan joylar mavjud. Bularning barchasi federal muassasalar yoki sho'ba korxonalar. Ular davlat tuzilmalari, ularning tijorat tuzilmalariga hech qanday aloqasi yo'q, deya aniqlik kiritgan u. 2024-yil noyabr oyida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin chet el fuqarolari
uchun rus tilidan imtihonlarni 3-shaxslar tomonidan tashkil etish va o'tkazishni taqiqlovchi qonun imzoladi. Rus tilini bilish, Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslarini bilish sertifikati faqat hukumat tomonidan imtihon o'tkaziladigan muassasalar ro'yxatiga kiritilgan davlat muassasalari tomonidan berilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasida rus tilini bilmaydigan migrantlarning farzandlarini maktablarga qabul qilishni taqiqlovchi qonun mavjud. Migrantlarning bolalarini boshlang'ich, umumiy, asosiy, umumiy, o'rta va umumiy ta'lim dasturlariga o'qishga qabul qilish faqat rus tilini bilish bo'yicha test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirdagina mumkin.